Tarixning savoqlari. Tayyorlovchi Erkin Sidiq. 2024 yil 12 iyun. Davomi. 4. İnsan xarakteri va tarix. Jamiyat ideallar asosida qurilgan bo'lmasdan, insonlarning mohiyat asosida qurilgan bo'lib, insonlarning asosiy qonuni davlatlarning asosiy qonunlarini qaytadan yozadi. Undaqda insonlarning asosiy qonuni degan nima? Biz inson mohiyati insoniyatning tüp moyilliklari va hissiyotlardan iborat deb aniqlama bera olamiz. Biz eng asosiy moyilliklarni tabiiy xususiyat deb ataymiz hamda insonlarning tug'ma sifatlari ustidan o'xshamagan qarashlarning mavjud ekanligini e'tirof qilamiz. İnson mohiyatini bir inson xarakteri elementlari jadvali orqali tushuntirgili bo'ladi. Ilova. Kitobning mazkur qismida bir inson xarakteri elementlari jadvali bor bo'lib, uni Uyg'urchaga asldagi shaklga o'xshash qilib tarjim qilish qiyin ekan. Shunga men uni bu yerga kirgizmadim. Qiziqadigan o'qirmanlar u jadvalni aslidagi kitobdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Shu jadval bo'yicha bo'lganda insonlarning mohiyati yoki irsiyat 6 ijobiy va yoki 6 salbiy tabiiy xususiyatdan tarkib topgan bo'lib, ularning funksiyasi individualni, oilani, guruhni yoki inson naslini saqlab qolishdan iborat bo'ladi. İnsanlarning ijobiy mijozlarida ijobiy moyilliklar ustun o'rinda tursimi, ko'pincha individuallar hayotdagi qiyin o'tganlarga yuzlanish yoki ulardan o'zini qochirishga ilib boradigan ikki xil tabiiy xususiyatning har ikkisi bilan teng qurollangan bo'ladi. Har bir tabiiy xususiyat odatlarni vujudga keltirdi hamda hissiyotlar bilan teng mavjud bo'ladi. Ularning jug'lanmasi inson mohiyatini tashkil qiladi. Tarixdan buyon inson mohiyati qanchalik o'zgardi? Nazariya jihatdan elib aytganda ba'zi o'zgarishlar bo'ldi. Tabiiy tanlash qonuniyati inson psixologiyasi va inson chiroy shakliga ma'lum ta'sirlarni ko'rsatdi. Ammo hozirgacha ma'lum bo'lgan tarix inson ish harakatida ancha ko'p o'zgarish bo'lmaganligini ko'rsatdi. Vosita va qurilmalar o'zgardi, ammo harakatlantirgich kuch va ehtiyojlar o'zgarmaydi. Ya'ni harakat qilish yoki sukut turish, elish yoki berish, urushish yoki chekinish, boshqalar bilan aralashish yoki o'z maxfiyatligini saqlab yolg'iz yashash, jinsiy munosabat jo'rsini tutish yoki uni rad qilish, ota-onalik rolini o'ynash yoki ota-onalarning rolini rad qilish qatorliq ahvollarda o'zgarish bo'lmaydi. O'xshamagan sinflarmi inson mohiyatida o'xshamagan o'zgarishlarni keltirib chiqarmaydi. Ya'ni kambag'allardami boylar bilan o'xshash impulslar bor bo'ladi. Ammo kambag'allarda ularni ishga oshirishdagi fursatlar va qobiliyatlar ozroq bo'ladi. Vaqt xotirlangan tarix jarayonida insonlarda bo'lgan o'zgarish ijtimoiy o'zgarish bo'lib, biologiyalik o'zgarish emas. Ya'ni insonlar inson naslida miros qoldirib mang'ili bo'ladigan o'zgarishlarni yasab mangan bo'lmasdan, ko'pincha ahvolda iqtisodiy, siyosiy, aqliy va axloqiy yangiliklarni barpo qilib mangan hamda ularni taqlid qilish, urf-odatga aylantirish va o'qitish orqali individuallarga va yangi avlodlarga o'tkazib bergan. Bir inson guruhining urf-odati va an'anasi shu inson naslining turiga va mirosiga hamda shu guruhiga tava individuallarning tabiiy xarakteriga asosan vujudga kelgan bo'ladi. Ular asosiy va ko'p takrorlangan ahvollarga asosan o'zlarini tangshashga har vaqt tayyor turdi. Yangi va qiliplashmagan inkaslarni talab qiladigan yangi ahvollar yuz berib turdi. Shunglashqa yuqori darajalik organizmlardagi taraqqiyot, sinaq qilish va yangilash qobiliyatlarini talab qiladi. Bir inson guruhining ijtimoiy jihatdagi tadrijiy taraqqiyotini ularning urf-odati bilan ularning kelib chiqish yildizining o'zaro ta'sir ko'rsatishi keltirib chiqardi. Ulug' inson, qahramon va donishmand deb ataladigan ijodkor odam tarixda yangilik yaratgan kishilar qatoridan o'rin oladi. U kishi ba'zilar aytgandek xudo emas. U o'z zamoni va o'z makonidan yetishib chiqadigan bo'lib, u yana har xil tarixiy voqealarning mahsuli va simvoli
hamda o'z qavmining vakili va ovozi bo'ladi. Yeni inkas talab qiladigan ba'zi ahvollar rasmiy yuz bermagan ahvolda ideyalar vaqti kelmagan va amalga oshirug'li bo'lmaydigan narsa sifatida turaverdi. U kishi bir sharkat qahramoni bo'lgan vaqtda uning o'rniga bo'lgan ehtiyojlar va krizisga bo'lgan ko'ptirishlar taraqqiy qilib, uning o'rni va qudrati normal ahvolda faqat bir yoshirin kuch bo'lib turaveradigan holatdan bir darajadan tashqari darajaga o'stiriladi. Ammo u faqat bir ta'sirdan iborat emas. Vaqalar u orqali va uning atrofida yuz berdi. Uning ideyalari va qarorlari tarix betidan o'rin oladi. Cherchillga o'xshash, uning notiqligi ba'zida xuddi biror ming hukumatga teng kelishi mumkin. Napoleonga o'xshash, uning yiroqni ko'rarligi, strategiyasi va taktikasi har xil urushlarni g'olibiyatga erishtirib, davlatlarni qurishga ilib berishi mumkin. Agar u Muhammad alayhissalomga o'xshash kishilarni rag'batlantirish vositalariga boy payg'ambar bo'ladi ekan, uning so'zlari bir kambag'al va nachar sharoit ichida yashayotgan qavmga burun tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan darajadagi iroda va hayron qolarliq kuch-quvvat ato qilishi mumkin. Pasteur, Morris, Edison, Ford, Wright, Marcus, Lenin va mavzudan qatorliqlar sonsizlagan voqealarning qo'zg'atqich kuchi va sonsizlagan natijalarning töhfikorlaridir. Bizning xarakter elementlar jadvalimizda do'ramchilik, yangilik yaratishning qarshi tarafida turdi. Ammo zarur vaqtlarda ular o'zaro yordamlashidi. Başqalarga bo'ysunish moyitiga ega kishilar qobiliyatli individuallar bilan birlashib, bir jamiyatning tartibini va harakatini saqlaydi. Shunga ko'p sonliqni tashkil qiladigan bo'ysung'uchilar oz sonliqni tashkil qiladigan yangilik yaratquchilarga agishidi. Bu yangilik yaratquchilar bo'lsa, muhit yoki o'zini saqlab qolishning ehtiyojlariga moslashgan holda ish ko'rdi. Keng doiradan ilib aytganda, tarix deganimiz oz sonliqlarning to'qinishidan boshqa narsa emas. Ko'p sonliqlar yangichilarni chavoq chelib olqishlaydi hamda ijtimoiy tajribalarni inson materiali bilan ta'minlaydi. Shunglashqa aql farosat tarixdagi kam bo'lsa bo'lmaydigan bir xil kuch bo'lib, u vayron qilg'uchi kuchmi bo'la oladi. Kishilar o'tirg'i chiqargan 100 xil yangi ideya ichidagi 99 xili ular yangilashni istayotgan an'anaviy inkaslardan tuvan o'rinda turishi mumkin. Bir jamiyatning urf-odatlari yoki qurilmalari ko'plagan avlodlarning tarix tajribaxonasidagi sinoqlari natijasida vujudga keladi. Shunaq bo'lg'achqa har qanday bir odam u mayli qanchalik aql farosatlik yoki bilimlik bo'lib ketsin, o'z umrida ashundaq urf-odatlar yoki qurilmalarni to'liq tushunib, ular haqida to'g'ri hukm chiqarish yoki ularni rad qilish darajasiga yetib bora olmaydi. Jinsiy munosabat yeshiq to'shqan bir yosh o'ziga qiz-o'g'il munosabatida to'liq erkinlik berilishini istaydi. Agar urf-odat, axloq yoki qonun u yoshni cheklab turmaydi ekan, u o'z hayotini vayron qilib o'tishi mumkin. Sababi undaq yoshlar texi yetarlik darajada pishib yetilmagan bo'lib, jinsiy munosabatning bir o't daryosiga o'xshaydiganligini, o'zlarini va o'zlar tava inson guruhini vayron qilib o'tmaslik uchun o'zlaridagi jinsiy munosabat istikini yuzlagan cheklama siziq ichida besib turishi va sovutib turishi zarur ekanligini bilmaydi. Shunglashqa o'zgarishlarni qabul qila olmaydigan konservativ kishilar o'zgarishlarni tashabbus qiladigan radikal kishilar bilan o'xshash darajada, hatto ulardan ko'p yuqori darajada qimmatli keladi. Yangi ideyalardan bir qism kishilar foydalanadi. Shunga ularni anglab beqish nihoyatda muhim. Shuning bilan birga yangi ideyalarni to'sish, qarshi turish va mansitmaslik aglaklardan o'tishga majburlashmi o'xshashli muhim. Ya'ni yangi ideyalarning inson hayotida rasmiy rol elishiga yo'l qo'yishdan burun ularni cho'qim ashundaq sinoqlardan o'tkazish kerak. Cho'nglar yoshlarni cheklab turishi hamda yoshlar cho'nglarni bilib turishi kerak. Ashundaq surkilish jarayoni orqali bir ijodiy bardoshlik berish kuchi ilgari surilgan taraqqiyot, yoshurun va asosiy birlik va umum qavm harakati vujudga keladi. Davomi bor.